Qozog'istonlik jurnalistlarning Abduqodir Husanov haqidagi fikrlari. Bizga qanday qilib ishlashimiz kerakligini o'zbeklar yaxshigina ko'rsatib berishyapti. Qoyil qolishimiz kerak o'zbeklarga. Biz UEFAda yurib yo'l ko'ra olmay yurgan ekanmiz-da. Aslida biz ko'rsatishimiz kerak edi buni. Mana ko'rdinglarmi, UEFAda o'ynasanglar shunaqa bo'ladi deyishimiz kerak edi. UEFAda o'ynab 20 yil yutqazib shundan keyin mana bir futbolchimiz chiqadi deb aytishimiz kerak edi. Menimcha unaqa taqqoslaydigan darajada emasmiz aslida. Tan olishimiz kerak, o'zbeklar anchagina yaxshi odimlay olishyapti. Lansda Husanov, Lilda Alip o'ynaganda edi. Shunda ham nimadir deyishimiz mumkin edi. Har holda City bizning ham o'yinchini olishi mumkin edi. Cityning skautlari Husanovni tanlasa, gapirsak bo'lardi o'shanda. Bizning ham futbolchi borsa bo'lardi shu yerga deb. Unaqa darajada emasmiz. Hattoki Yevropa top 5 ligasida o'ynaydigan bitta ham futbolchimiz yo'q. O'zbeklarda Romada Shomurodov o'ynaydi. Husanov Lansda o'ynayotganda endi esa Cityga o'tyapti. Misol uchun CSKAda yurgan Abbos Fayzullayev ham top 5 ligadagi istalgan klubga o'tishi mumkin. Unda ham potensial anchagina yuqori.